Mana 3 milyon 600 dan saylar yo 4 milyon qimmat qilib obunachilar. O'zi arzon lekin obunachilarga taraf bo'ladi mana. O'tib ber. Yaraka buna qo'yla 4 million 300, 4 million 200 bu chetadi. Ha. Mana 200 ming tushib beradi. Bu 300 ming tushib beraman. Qanchadan bo'ladi? 900 ming so'mdan yengil bor aka. 3 milyon 700 dan qiladi saylar. 3 million 900 dan. Asli bunaqa qo'yadi aka. O'sha 4 million 200, 4 million 300 bo'lib chetadi. Shunaqa ekan. O'sha kanalimizga. Narxi tushdi. Saylar bot bitta gap 3 milyon 800 dan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borishlar. Obunachilar bugun 2026-yil 15-may hafta kuniga juma kuningiz hammangiz qutlug' barakatli bo'lsin deymiz. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq Tepaqo'rg'onga yetib kelamiz. Ya'ni kanalimizda yangi ukamiz shu bir marta chiqib yo'q bo'lib qolgan ukamiz Saydulla ukamiz olganmiz. Qarang Saydulla. Assalomu alaykum obunachilar. Ziyaraga kelibsizmi? Ha, xudo xolasa bugungi qo'ylar zo'r chiqadimi Saydulla? Dollardan xayollan. Narx pachchaqlab beradi. Narxi ham o'zgacha bo'ladi. Yo'q, narxlar qo'yib beraman xudo xolasa. Gap yo'q, mana obunachilar birinchi partiyamizga yarishgan zo'rlarida, eleytalaridan mana ekan. Mana terib qo'yishdi, bitta mana qaranglar, yeb ishi, quloqlari, garbonoslari. Hamma tomonlama kelgan mana ekan. Tozalardan ekan. Narxni arzon chiqarsak, arzon deb yozib qo'ysin kommentariyga. Qimmat bo'lsa, qimmat deb yozib qo'ysin. Gap yo'q mana. Arzon qilib chiqarib beradi. Obunachilar bosiladigan joy mana bugungi qo'ylarni zo'rlardan yetib ketdi mana obunachilar. Dumbarazillar ham o'ta chiroyli variant ekan. Mana yuzini qaranglar. Qoni toza, zot toza variantlardan yetib ketdi mana qaranglar. Hammasini garbonoslari kelishgan, dumbalari tik dumbadan ekan hammasi mana qaranglar. Men zichi issiqlik uchun sal kallasini yegib olyapti obunachilar. Charchovi ham bor ekan o'zi. Ha, Saydulla. Charchovi ham bor, qo'ya yaritgan zo'rin olaman deganlarga video jo'nash qo'ysin. Ular bosib, gap yo'q. Otdan garaman deb qo'ysin. Gap yo'q. Mana shu bilan mehnatiga bittadan like-ni bosib turing akalar. Narxni to'g'risi pachaqlab beraman deyapti. Saydulla, birinchi partiyamizning soni nechta? Birinchi partiyamizga 9 ta aka. Soni 9 dona. Ha. Xo'sh, bular qanaqa ekishga o'tganmi? Bular qo'zimi nima? Saydulla ma'lumotini beringchi. Hop, bularni bu yerga 3 ta tish buzgan. 3 ta tish buzgan. Qolgani qo'zi. Tug'maga varianti ekan, qisqasi. Obunachilar mana tug'maga varianti ekan, birinchi bolosini o'zim olaman deganlarga mana aldasang yoshi galdan deydigan variantlardan ketdi mana qaranglar. Tozalardan mana yuzini qaranglar. Yo'ni oxirigacha erinmay ko'rib turishsin. Narxlar ham arzon bo'ladi. Katta bugunga. Barra bozorga pulini yengil qilib chiqarib beradi. Gap yo'q mana. Saydulla, bo'ylar necha chiqib qoladi? Bo'ylar 80 ga olishaveradi. 80 ga bemalol olishaveradi. Mana obunachilar dumbalarni qaranglar. Obunachilar mana yeb ishdan so'raganlarga mana yeb ichidan xavotir olmasdan bo'lyapti mana. Obunachilar gillosti bargini o'ryapti mana qaranglar. Ustiga minib qaranglar mana. Yeb ishdan bemalol olishaveradi. Bir hafta garantiyasi bor Saydulla. Ammo joniga garantiya yo'q. 1 minut ham garantiya yo'q. To'g'ri, obunachilar jonigimiz hech kimda 1 minutga ham garantiya yo'q, lekin yeb ishlariga mana 1 hafta garantiya ham berishar ekan mana. Yeb ishlari ham zo'r ekan mana. Qo'chqorga tayyor variant Saydulla. Qo'chqorga hozir olib qo'shib berishaveradi. Bemalol qo'shaveradi mana. Bo'ylari ham katta 80 variant ekan mana. Kichkina qo'ylar emas ekan lekin mana. Hamma tomonlarni ko'ringlar. Eng qizig'i buni Saydulla buni ming maqtaganim bilan narxini arzon qilib bersangiz bo'ldi buni. Aka arzon qilib chiqarib beraman. Arzon qilib chiqarib beraman dedim-ku. Arzon bo'ladi, xudo xolasa. Arzon bo'ladi, xudo xolasa. Nech puldan bo'ladi Saydulla? Dangal gapiraymi? Hop. 7 million 200 dan berishsin. 7 million arzon bo'ladi deyapsiz. Qanaqa 7 million qizim bo'lsa kelishtiring Saydulla. 9 million 8 million chat oyna qo'yadi narxi. Chiqyapti Saydulla, bu kelishtiring buni. 6,5 dan qo'yib bering obunachilarga. Yo'q, 6,5 dan basiga ketadi. Obding 6,5 dan dastlabkasini Samarqandga chiqib bering Saydulla. Bo'pti 7 million 100 dan chiqarib beraman aka. Ayyo, kelishtiring Saydulla. O 7 million pastda bo'ladi hali. Xavotir olmang. 7 million pastda chiqaramiz Saydulla bugun. Yo'q, diyor kunda to'g'ri kelmay qoladi aka. Kim qo'lni bering. 6 million 600 dan qilib berasiz, dastlabki Samarqandgacha bo'ladi. Unda yor aka. Yo'q, hobding bo'ldi. 7 million emas. Yo'q, Saydulla 7 millionni pastda qo'yib berasiz bugun. Buxorogacha qilib beraman. Bo'pti, biz ham qo'shamiz 6 million 700 dan, bir so'm qo'shamiz. 6 million 700 dan ketdi mana. Endi Saydulla bering to'g'risiga. 7 million olsam Buxorogacha qilib beraman. Yo'q, shundoq ham qilib berasiz, har safar qilib beryapsiz. 6 million 700 dan Saydulla. Yengil olishaversin. Yo Saydulla 7 millionni qimmatli. O'zingiz bilib o'tingchi bo'pti. Bo'pti 7 million pastda chiqarib beraman. 100 mingni o'tib beraman. 100 yengil olishsin bo'ldi. 100 mingdan yarashmaydi. Yana 100 mingni o'ting Saydulla bo'pti. O'rtada bo'ladi gap teshing. 6 million bo'lyapti. Obunachilar arzon bo'lsin deyapti. 6 million 800 dan Saydulla menga qarang. Dastlabkasi Buxorogacha ketdi mana. Barakasini bersa. Kanalda yangisiz chiqqanda podishkan qilishadi. 6 million 800 dan beraman, dastlabki o'zlari qilib olishadi. Yo'q, dastlabki qilib berasiz, ketdi. Barakasini bersa. Ketdi mana. 6 million 800 dan barakasini bersa. Obunachilar 6 million 800 dan nima deyapti? Bosoradigan joy telefon qilib aloqa chiqinglar.
aytilgan narxlardan ozgina xayrlik berishadi. To'g'risi gapda, ammo qo'yilgan narxi bor. Ozgina xayrlik berishadi. Bemalol telefon qilib aloqa chiqinglar, shunaqa yarashgan zo'rlardan ekan. Ishni bitiramiz a? Bitiramiz. Gap yo'q. Keyingi partiyaga o'tiramiz Saidullo. Keyingi partiyaga chiqamiz. Ketdik. Obunachilar ikkinchi partiyamizga yarashgan yana ham zo'rlardan, go'zallardan mana kallagar bo'lsalar, zo'rlardan ekan-a. To'g'rilardan kelgan. Obunachilar mana tavsiya qilaman. Bunaqasi ham hadeb kilometr Qirg'iziston, Bishkekdan kelgan toza qonli variantda mana qaranglar. Bunga dollarga qo'yib so'mda chiqadi, yerga kanalimizga. Obunachilarimizga. Like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb turing shu bolaning mehnatiga. Obunachilar bu qaranglar, yuzlarini tozalaridan ekan mana qaranglar. Sayli so'mda bo'ladi bugun a? Bugunda so'mdaga beraman bunga. Obunachilarimizga bor. Narxi ham arzon bo'ladi sayli. Eng qiziq gap yo'q. Soni nechta sayli ikkinchi partiyamizga? Soni 8 ta. Soni 8 ta. Hammasi yarishga qo'zi. Necha oylik Saydullo? 8 oylik og'bag'ida. 8 oylik atrofi. Tepasi bo'lmaganmi? Ha, tepasi bo'lmagan 8 oylik atrofi. Bo'ylari necha chiqib bo'ladi? Bu 80 ga yaqin chiqdi Saydullo bular, ha? Bo'ylari bular bo'yga tortishmaymiz. 75 ga olishaveradi. 75 ga olishaveradi bemalol, ha? Obunachilar. Mana kashtanni ham tozasidan ekan mana qaranglar. Oyoq qo'llari ham uzun variantda Qirg'iziston Bishkekda. Toza qonli variant ekan mana qaranglar. Sifatlari ham zo'r ekan. Toza Qirg'iziston qo'ylari. Oldira o'tgan variantda mana. Obunachilar dumbarazlar o'ta kelishgan. Bo'ron qo'shqorga tayyor ekan-a? Saydullo? Qo'shqor tayyor. Eng kichkinasi mana. Tozasidan mana qarang. Mana garbonos qarang mana. Eng kichkinasi. Tilla rangidan deydi-yu mana qarang. Garbonoslarni ham, dumbarazlar ham o'tda qoladi. Saydullo bunaqa to'g'risiga bo'yni silab, etini silab $1000 qo'yishyapti. Ag'rimda silab qo'yishyapti-da. Narxi bugun arzon bo'laveradi sizda. So'mdaga beraman, arzon o'tib beraman. Gap, obunachilar qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib qo'ying shu bolani. Shuncha mehnat qilib, shunchalik qo'ylarni olib kelyapti. Otangga rahmat deb kommentariyaga yozib keting, to'g'risiga narxni arzon qilib beraman deyaptilar. Saydullo narxi nech puldan bo'ladi buni? Eng qizig'i narxi. O'sha partiyada bitta kelgan, bitta ketaveradi. 68 dan. Yo, bularni kelishtiring Saydullo. Ulardan ozgina kichikroq. Endi kichikroq, sifat bilan o'chib ketadi. 6,5 pastda qo'yasizlar buni. 6,5 pastda qo'yib bering obunachilarga. 6,5 dan to'g'ri kelmaydi. Yo, nima deyman? Gapini kelishtirib, issiqda qo'ydan qiynamaylik. Bo'pti. Bularni 200 ming o'tib beraman, 100 ming emas. 66 dan bo'ladi. 6 million 600 ming so'mdan. Qo'lni bering. 6,5 ni o'tib berasiz, Saydullo. Yo, 6,5 dan to'g'ri kelmay qoladi. Yo, 6,5 ni o'tib berasiz. 600 ming yengil olish hisoblarimiz. Ko'p emas, 100 ming ni o'tib berasiz 64 dan. Saydullo. Hobdeng. To'g'ri kelmaydi. Hobdeng bo'ldi. Kanalda yangisiz. 200 ming o'tib beramiz endi yer aka. Yengil olish hisoblarimiz. Saydullo kanalda 1 oy oldin chiqasiz, endi chiqyapsiz. Narxni yana yorib bering bo'ldi. Hozir chiqamiz, ko'p chiqamiz endi bu galda. Gap yo'q, gap eshitaman. Bomba qilib tursin, tamom. Bitta gap 6,5 dan 1 so'm qo'shmaydi, dastlabkasi Buxoroga chiqib biroz ketdi mana. Bargasini bersin. Obunachilar bosaveradigan joy 6,5 million so'mdan nima deyapti mana. Obunachilar bu haligi jaydar qo'y solishtirmanglar. Zot toza qo'ylar, to'g'ri gapda. Ha. Bag'islar 1000-2000 deb berishyapti-da. To'g'ri. Obunachilar buni to'g'risi gap javdar qo'y solishtirmanglar. Bu toza qonli Qirg'izistonning qo'ylaridan obunachilar. To'g'risi gapda. Narxi qimmatroq deyishlari mumkin, lekin o'shanga sifati bor, zoti toza, qoni toza variantlardan. Ko'rib turadi, qo'shqorni qo'shib o'sha bolasi o'zi ko'rib turgan bola tushadi-da. Shunaqa obunachilar tillaranglardan bemalol telefon qilasizlar. 6,5 milliondan Saydullo hammani oldinga ozgina xayrni qilib berasiz. 6,5 million telefon olsa ishni bitiramiz. Hammani ish bitadi. Gap yo'q. Telefon qilgandan bitadi. Keyingi partiyaga o'taveramizmi? Ha, keyingi partiyaga chiqamiz. Obunachilar 3-partiyamizga pul yengillardan so'raganlarga obunachilar katta partiya kelibdi, mana qaranglar. Soni ko'p Saydullo. Soni ko'p, xudo xohlasa. Obunachilar tavsiya qilaman, bosaveradigan joy katta partiya kelibdi. Narxlar bugun sinadi deyaptilar mana. Xo'sh, bu 3-partiyamizga soni nechta Saydullo? 24 ta yer aka. 24 ta nechta qo'chqor, nechta urg'ochi? 4 ta qo'chqor, 20 ta so'liq. 4 ta qo'chqor, 20 dona so'lig'i. Ha. Obunachilar bosaveradigan joy narxi arzon, ser xaridor degan variantda mana shular bo'ladi. Kambag'alni bo'y qilaman deganlar mana obunachilar pul arzonda yetib keldi mana. Nechta qo'chqor dedingiz Saydullo? 4 ta qo'chqor yer aka. 20 dona so'liq bo'ladi shunda. So'liq, ha. Mana obunachilar yarashgan zo'rlar degan garbonos quloqlari ham o'ta kelgan variantda, hamma sariq variantda. Birorta qora boshqa rangidan yo'q mana. Tozalaridan ketdi mana. Dumbalarni qaranglar. Obunachilar tirsillayotibdi.
Olib boqing. Tushdi bugunga hozir. Olib boqing, maza qilasiz. Men olgan qarayman. Dumbalarni urg'ochini zo'ridan ekan mana qaranglar. Eng qizig'i narx arzon bo'ladi deyaptilar. Olib tashab qo'ying. Birattasini dumbasi osilgan. Shunaqa tozasidan ekan hammasi endi. Dumbalar tikkasi mana bu onda qilib. Ashna o'shancha bir ko'raylikchi men qarang. Garbonoslarini mana obunachilar. Vaqt tashlash qarang deyar ekan. Bunaqasi ham hadib kelolmaydi to'g'risiga. Dumbalarni qarang mana. Mana razriz. Dumba razillar o'tda kelgan ekan gap. Qarang tashlash mana. Garbonoslar o'tda Kumushda o'tib ketadi ana. Gap yo'q. Urg'och ekan bilasizmi? Urg'ochi bu. Gap yo'q. Obunachilar bosaveradigan joy narxi arzon deyapti. Xo'sh, yosh oylik qanaqa saytlar bo'lardi? Yoshaliga bir 4 oylik plus. 4 oylik atrofi, ha? 4 oylik atrofi obunachilar mana. 4 oylik atrofi ekan. Turgan puldan foyda obunachilar to'g'risiga puldan bo'lsa olib tashlab qo'ying. Qurollikdan keyin to'g'risiga bu qo'ylar 4,5 million tevasi bo'lib ketadi. To'g'risi gapda. Qurollikdan keyin qo'ylar narx ko'tarilib ketadi. Olib tashlab qo'ying. Qurollikdan keyin ham 300 ming 400 mingdan bemalol foyda qilishaveradi. Saytlar to'g'rimi? Gap yo'q. Buni saytlar shu qo'chqor ham hammasi bitta narxga ketaveradimi? Hammasi bitta ketaveradi. Necha puldan ketadi saytlar? Hammasini olsin 4 million 200 dan beraman. Yo, kelishtiring saytlar endi. Narx sindiraman deyapsiz. Bo'pti 4 million 100 dan. 3,5 dan bersin 4 saytlar. millionda olishsin diyor ekan. Va 4 million, 3 million 600 dan qilib berishadi saytlar. Bir joyga 4 bering. milliondan mana. 3 million 600 dan saytlar. Yo 4 million qimmat qiladi obunachilar. O'zi arzon, lekin obunachilarga taraf bo'lib mana. O'tib Diyor bering. ekan bunaqa qo'ylar 4 million 300, 4 million 200 bu chetadi. Ha? Mana 200 mingga tushib beray. Bu 300 mingga tushib beraman. Qanchadan bo'ladi? 900 ming so'mdan yengil bor ekan. 3 million 700 dan qiladi saytlar. 3 million 900 dan. Asli bunaqa qo'yadi diyor ekan. O'sha 4 million 200, 4 million 300 bo'lib chetadi. Shunaqa ekan. O'sha kanalimizga. Narxi tushdi. Saytlar bot bitta gap 3 million 800 dan. Hammasini olganga berasiz, telefon qilsa yana o'tasiz. Aytganingizga olishmaydi, yana o'tasiz. Barakasini berasiz. Ketdi mana. Bo'pti, ular ham dastagan Buxorogacha 3 million 800 ming so'mdan Barakasini berasiz. Saytlar telefon qilsa hammasini oldim deganga chiroyliqlar xayrini berasiz. bitta ikkita odam telefon qilsa. Bemalol a. Nechta ishini bitirib beramiz. Gap yo'q, obunachilar telefon qilib aloqa chiqaradi. Olaman deydimi, solon o'zi olaman deydimi, ya bitta solon bitta. Aloqa chiqishaveradi. Qanaqa kerak bo'lsa bizda Obunachilar bosaveradigan joyi mana. beramiz. Narxi arzon bo'ldi, telefon qilib aloqa chiqasizlar. 3 million 800 dan hammani oling o'tib berishadi. To'g'risi gap. Hammani oldim deb o'tib berishadi. Tanlab olishga qancha bo'ladi saytlar? Tanlab olishga endi hodiga qarab plyus bo'ladi. Plyus-minus ko'pmasa 100 ming 200 ming ag'bag'i. Rasa bo'lsa 200 ming bo'ladi. Gap yo'q. Shu oxir partiyamiz saytlar. Obunachilar shu oxir partiyamiz ekan bemalol qo'yilgan qo'ylarga telefon qilaverasizlar, aytilgan narsani chiroyli o'tib berishadi. Yo'qsa sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolamiz.